Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa keyingi zakaslarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga marhamatda ilinchiga olib kelib o'rnatdik. Ichkariga 5 dona eshik qilib berdik. Xudo xolasa mana bismillahirrohmanirrohim tushuntirib o'tamiz. Ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli chiqdi. Eshiklarimizni dizaynini klient o'zi tanladi. Shunaqa dizaynda qilib bering dedi, qilib berdik. Mana mehmonxonasi spanilari sanuzeli ekan, sanuzeliga qildik. Bu yoqlarda mana yopiq eshiklar juda go'zal, juda chiroyli chiqdi. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, beramiz. Zamonlari ham o'ta chiroyli. Xizmati zo'r, magnetli zamonlar. Eshiklarimizni ochilib yopilishi, mustahkamligi hamma yog'iga garantiya beramiz. O'ta yopilishlari ham zo'r. Bizning manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Andijon Buloqboshi vodiy bo'ylab o'rnatamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Eshik romlarimizga garantiya beramiz. 5 yilga bizda garaj priz apparatlarda bo'ladi. Eshiklarimiz mana ko'ryapsizlar, o'ta mustahkam, yopilishlari umuman xudo xolasa zo'r. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 90 ga 240, 80 ga 210. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. O'ta chiroyli chiqdi. Puliga keladigan bo'lsa, puli donasi 2.500.000 so'mdan qo'yoqsi yo'g'i hammasini 2.500.000 dan qilib berdik. Ishlar o'ta go'zal, o'ta chiroyli. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Oldinda hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska like bosib qo'yamiz, videomiz kengayib tarqalish uchun. Oldindan hammaga rahmat.